Uzdil HTML darsligi 38 qism HTML5dagi ovoz. Navbatdagi to'rda ovoz qo'yish asosan qisturma orqali amalga oshirilgan HTML5 yangidan audio elementini ta'minlash orqali ovoz qo'yishni bir taraf qildi. U MP3, OGG Vorbis va WAV ovoz hujjatlarini qo'llaydi. Hamma u tuvanda har qaysi tur ko'rgichlarining mush hujjatlarni qo'llash qo'llanmaslik avvali berilgan. Andan keyin bu Internet Explorer 8 da video elementini qo'llamaydigan bo'lib, i 9 dan boshlab audioni qo'llaydigan bo'ldi. Andan keyin bu bir amaliy misol ko'rib baqsaq, mana bu Chrome Tor ko'rgishda buningki asli kodini qaraydigan bo'lsak, bu yerda mana bu ovoz vujudi qism berildi. Andan keyin buning kontrollari ko'rinsin deb, mushkuladatdagi aniqlik berilgandan keyin masalan bu ham qo'yishni besib qo'ysak, to'xtatsak bo'ldi. Ovozni pasaytib, andan keyin qo'yish qim bo'ldi. Andan keyin bu audioniki xarakter qiymatlaridan masalan autoplay, buning xarakter qiymati autoplay, andan keyin kontrol stigini shu buningki qo'yish, to'xtatish qatorli kontrollari, loop deganimiz takror qo'yish, andan keyin src degani film shu ovoz vujudiniki adresi, ya'ni ismi, andan keyin preload degani shuni ovozni qachilash yoki qachilmaslikni ko'rsatadi.